Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, YouTube kanalımızda podpисчиклар, yurtdoshlar. Bugun bize Raddomyanda 420 kvadrat bo'lgan 14'e 30 tushgan hovli joyini obzorlarini gösterib o'tamiz. Eshikning aldilarida yana kanalizatsiyalari bor edi. Burchakchalar urilgan. Yana urilgan zinoviy zonalari yana hovli joyimizga garaj qismida uzumlar kelib chiroyli bo'lib turibdi. Do'stlar, saychanlar bilan tanishtiramiz ketdik. Hovli joyimiz ham girikkanlik do'stlar. Girganimizda o'ng tarafimizda rakovina mestasi oladi. Darozalar ham qo'yilgan, pirxoshka zonalari. Bu yerda kotyol qo'yib o'tilgan. Ulli dalani tushgan shuyda. Dursa 10 bo'lib, ulli dalani tushgan. Bu yerda teraskasi bo'ladi do'stlar. Bu yan tarafimizda zalimiz tushgan do'stlar. Zalimiz ham shunday keng tushgan. Ko'rib turganlaringizdek, taxta qo'yilgan eshiklar ham avvalgi taxta eshiklardan qo'yilgan. To'g'ri qo'ysak, bu yerda ikkinchi zalimiz oladi. İkinci zalimiz, bu yan tarafda spalni, yana bir xona zal ham keng tushgan. Bu yerda shunda bir spalni bilan bir zal. Malenький zal, короче. Bu yanda yana bir spalnisi bor edi. Spalnisi ham keng tushgan. Svobodniy. Aylanma kanallari bor. Bu yanimiz ko'rsatib o'tdik. Bu yerimiz teraskasi. Bu tarafdan chiqsak, bu yerda shunday kolodobkasi bu yerda. Bu yerimiz kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyasi ham shunday. Xulasangiz, uloy taraf arasida kuxnyaning banda samozel. Bu taraf ham keng tushgan, bu tarafni hozir ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bu taraf ham keng tushgan. Lekin tualeti, bu yerda yana barbekü zonasi, bu yerda kolodobkasi, bog' ham keng tushgan, yana bog' ham. Ko'rib turganlaringizdek, keng mo'l bog' ham ega. Do'stlar, 14'e 30 bo'lgan hovli joyimizni ko'rsatib o'tdik. 420 kvadrat. Pulni to'xtaladigan bo'lsak, bu hovli joyimiz $70,000 deb turibdi. Kelishadigan yeri bor. Kimni qiziqtirgan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar, kelib ko'rsatib, kelishtirib beriladi. Hammaga sog'lik tilagan holda keyingi rolikda görüşguncha deb qolamiz.